Assalamu alaikum, hürmetlik körürmenler. Ben bugün diqqatingizga özüm yaqında oylab kelib atgan bir temani sunmoqchi. Temaning ismi özüning yig'ida özüning go'shini qo'rish. Bu so'zningki etmologiyalik asos to'g'risida men sal izlandim, ammo topolmadim. Zot bu so'zning nereden kelganligi yoki bu so'z birikmasi yoki maqol tamsil ki nereden kelganligini hiç bilemedim. Bir neçe adamlarga havola qildim, lekin oxirisi havolim shu neticesi oxirlashdi. Hamda bu so'zningki etmologiyalik asosini qo'yib turib, bu so'zningki semantiklik ma'nosi haqida so'zlashlar. O'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rish. Bu yerda yog' o'zidan, go'sh o'zidan. Odatda bizning qo'rmoqchi o'g'inimiz asli go'sh. Ama yog' uningda kam bo'lsa, ya'ni go'shtning qo'rilishi uchun yog' bo'lmaydi. Yog' bu nuqtada xuddi bir katalizatorlik yoki go'shtning qo'rilishini kapal indirdigan bir xil vositalik shayidek bilinadi. G'araz bu yerda go'shtni qo'rish. Hamda üçüncü bir amil var bir yerde, yağ göçünü qo'ribatidi. Endi bu yerda buni qo'ribatgani yoki bu yağninki go'shtni qo'rishni barliq keltirayotgan bir shaxs yoki bir guruh bor bu yerda. Bu odatda oldiga chiqmaydi. Ko'zimiz ko'rdigini ham amaliyotda ko'z oldimizda harakatlanayotgani ikki taraf. Yağ bor, go'sht bor. Bu ikkisi bir-birisi ilişip durup, bir-birisiga birikib turib, birsininki qo'rilishini tiziltib turib, shu qo'rg'uchininki maqsadini amalga oshirdi bu yerda. Bu yerda qo'rg'uchininki bir maqsadi bor. Unda o vaqtda birisi qo'rg'uchi kim, ikkinchisi qo'rg'uchining maqsadi kim. Bu so'z birikmasininki ma'nosi mana shu. 3 omil bor. Yog', go'sht, qo'rg'uchi. Hem de dördüncüsünü qassaqın bo'ladi, buna qo'rish harakati bor. Ama qo'rish harakatini shu qo'rg'uchi shu yerda barliq keltirdi. Hem de bu so'zningki ko'chma ma'nosi odatda o'zini o'ziga silish, o'zini o'zi orqali boplash, o'zini o'zi bilan mag'lub qilish, o'zini o'ziga dushman qilish qatorliq ma'nolari bor. Bu Xitoyninki tadbirlariga ko'ra yatlarning qo'li bilan boplash deydigan nimaga mazroq tushib ketadi. Yatlar selinadi. Ya'ni bu yerda qo'rg'ish uchun ikki yat var bu yerda, yog' bilan go'sht var bu yerda. Anadekin so'zininki mundaq bir muhim o'rin turadigan bunda bir gapi var. Ya'ni eng esil g'alaba hech qanday bedel to'lamay turib erishiladigan g'alaba deydigan bir gapi bor. Buningdimi bedel to'lanmaydi. Bedel to'laydigani yog' bilan go'sht. Eng chong bedel to'laydigani bu yerda go'sht bu yerda. Bu jihatda bu Xitoylarninki qadimgi urush strategiyasiga chiqib ketadi bu. Ahalilarni yoki yatlarni boshqarish strategiyasiga chiqib ketadi. Endi bu yaqindan olsak, bu Xitoylarninki Sharq Turkistondagi mustamlik siyosatiga chiqib ketadi. Xo'sh. Endi biz o'zimizga kelaylik, ya bu so'zni o'zimizning realligiga tatbiq qilaylik, tarixga qisqacha boqaylik. 49-yildan keyingi mustamlikada Xitoylarning oldi bilan qiyg'ini yeg'i o'zidan, go'shi o'zidan qilib turib bizni içimizden qo'rish. Bunun misali aynı vaqtdagi pomchiklarga zarba berish harakatida, ya'ni 50-yillarning boshlarida bo'lgan Xitoy jamiyatida ikki xil sinf borliqqa keldi. Bu Sharq Turkistonga ko'chirib kelildi. Birisi azguchilar, ya'ni birisi ezilguchilar. Azguchilar, pomchiklar, ushshaq sanoatchilar, boylar qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ezilguchilar degan vaqtda kambag'al, dehqon, chorvachi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu
bizningki jamiyatimizni butunlay Xitoyninki Kommunistik partiyasininki yo'linishi bilan birdek qilish uchun Xitoylar o'zimizni o'zimizga soldi. Yani Pomchikim bizdan bo'ldi. Pomchikimni o'tirg'i chiqarib, ularni pipan qilib, ularni yersizlashtirib, ba'zilarini o'ltirib, ularning mol mulkininki bir qismini bizga bo'lib, bir qismi bizga bo'lib berildi. Bizning kambag'allarimizga yerlarning bir qismi bo'lib berildi, bir qismi. Bu orqali o'zimizga dushman qilishdan iborat bir intayin muhim bir strategik bir o'yin oynaldı. Elbette Xitoyning boshqa yerlarida bu o'yin oynaldı, ham bizda oynaldı. Keyin bu o'yin davomlashdi. Anadan bizda bir turkum millatchi ziyolilar bilan Xitoyningki siyosini himoya qiladigan, hattoki Xitoy kompartiyasiga bütün jon dili bilan xizmat qilish tayyor turgan ko'p sonliqlar o'tirisida bir ziddiyat shakllantirildi. O'zimizning millatchilari o'zimizningki odamlar tarafidan ayblandi, kuzatish ostiga ilindi, yeklandi, cheklandi qatorliqlar. Bunların hammasining orqasida Xitoydan iborat bir qo'rg'uchi bor. Göçler yağını qoruydigan bir qo'rg'uchi bor. Agar biz bu qo'rg'uchini bilmasak, göç yağını düşman ko'rdi, yağ göçni düşman ko'rdi degandek ish bo'ldi. Amaliyotda ikkisi asldan düşman emas. İkkisi asldan düşman emas. Yağ bilan göçdek bir tuqqan deydigan gaplarimiz bor. Bu asldan yaqin o'tadigan, yaqin turadigan ikki şey Uyg'urlarningki kollektiv emida. Ama yatlarning qo'li orqali boshqarilgan vaqtimizda bir bo'lgan, o'z bo'lgan, urug' tuqqandek o'tayotgan ikki guruh ikki guruh yoki bir guruh ikki bo'linib, bir-biriga dushman qilingan bo'ladi. Ondan keyin biz bu xil ikki qutbga bo'lish va ikki qutbni bir-biriga sap qo'yish orqali boshqarish siyosatining nurg'unlagan o'rnaklarini ko'ra olamiz. Bu to'g'risi men jiq to'xtalib o'tib ketmay, buni boshqalarni deyotgan, men kitoblarim jiq deb ketgan masala bu. Mening bilgan bu hukmda qayta o'tirib chiqishda azroq boshqa bir maqsadlarim bor. Bo'lapmi shu Xitoyningki 2016dan tartib berib atgan irqiy qirg'inchiligida Xitoylar Sharq Turkistonda yana ikki gruppani barliqqa keltirib atadi. Bunun içindeki birisi lager kirib chiqqanlar, yana birisi lagerga tex kirmaganlar. Bu orqali Uyg'urlarga shunday bir signal berilib atadiki, lager kirib chiqqanlarning jinoyati bor. Ular shu jinoyatininki jazosini tortib atadi. Lagerning siyosatidagilar jinoyatsiz, ham ular partining, davlatninki yo'l yo'riq bilan ish qilayotganlar deyilyapti. Mening yaqinda olgan ba'zi uchurlarimga ko'ra bu mayli lagerlarda o'qituvchilik qilayotgan yoki boshqa ishlarni qilayotgan, masalan, gundubaylik qilayotgan Uyg'urlar bilan lagerdagi mahbus Uyg'urlar o'tirishdimi bu xil qarash ma'lum jihatda ustunlikni egallaydi ekan. Sırtta tekidim şundakken. Yani işçide Gündüpay Uygurlar mahbus Uygurlarga doqqılıdı eken ki Həqasının ki cinayetimizi bir yer kirişmeydi. Həqasının dədidin biz üyümüzge qaytanmalıdımız deydi gap. Lagerning sırtıda şu diye vaqtida lagerning sırtıda bu lagerga kirib chiqqan Uygurlar cinayetçi sübət muamele kılındı iken. Yakında Adrian Zeniz'den bir makalesinden kılındı o. O makalede değildi ki lagerden çıkan Uygurlarının ki hali köp kısmı kul işçilikka elinip kul emgeklik silinip atıdı değildi. Demek lagerge kirip çıkan Uygurlar bu işini kıygan Xitoy Kompartiya a'zolari ve bunu kollaydigan Xitoy ammasının düşmanları emas, belki mustamlikaning o'xshash qurboni bo'ladigan boshqa Uyg'urlarning kim, yani lagerga kirmagan
xili köp Uyg'urlarning düşmeni bo'lib atgan gap. Endi bu Uyg'urlarning kontekstiga yoki ramkasi ichida olsak, lagerga kirib chiqmagan Uyg'urlar, lager kirib chiqqan Uyg'urlarni yoki lagerdagi Uyg'urlarni düşman sifat ko'radigan ahvol xili zo'r salmoqni egallaydigan gap. Endi biz buningki bir taktik ekanligini bilamiz. Uyg'urlarni Uyg'urlarga silish. Masalan deyli. BDT'da Xitoyninki 2-3 Uyg'ur amaldorlarini eklab atalmış Şinjan'da unda irqiy qirg'inchilikning elib berilmayotganligi Uyg'urlarningki naqsh usullar bilan baxtiyor yashayotganligidan iborat ta'tir va hattoki zararli tashviqotlar elib berilyapti. Vatanning o'zida bo'lsa, vatanning o'zida ba'zi Uyg'urlar televizorlarda, radiolarda so'zlatilib, Uyg'urlarningki eng baxtli davrda yashayotganligidan iborat xato ta'tir tashviqotlari elib berilyapti. Xitoylar g'arazlik yo'sinda Uyg'urlarni ishga solish orqali Uyg'urlarga o'zlari beshdan o'tkazayotgan jinoyatlarni inkor qilg'izyapti. Agar sen diqqat qilmasak qanday bo'ldi degan vaqtda chet elda Uyg'urlar mana ko'midinglar, mana Uyg'urlar da'vatida Uyg'urlar eng baxtli davrda yashayapti. Bu qag'alma degan gap yolg'on. Boshqalar yolg'onchilar. Bular yoki Turkiyadagi ba'zi bir yollanma qarab qo'lning gapi bo'yicha bular Amerikaning adami, bular Amerikaningki kuch ko'rsatishdan bu ishni qilyapti. Ammo Amerika kuch ko'rsatmasa bu ayvallar o'zi qilayotgan zulmni bilmaydi demoqchi. Bu xil ikki bo'lib boshqarishda u vaqtda endi buning da kelib chiqadigan zo'r ziyon nima degan vaqtda kelib chiqadigan zo'r ziyon biz o'zimizga dushman qildimiz. Masalan, bizni lagerda urayotganlarning oldi turgan bo'lsak, bizni urayotganlar Xitoy bo'lib ko'rinmaydi, ba'zilarining ko'ziga balki Uyg'urlar ko'rinadi. Bu vaqtda nafratni kimga qilamiz? Dushmanimiz kim bo'ladi? Bu g'oyat zo'r qaymoqishning ekildigan narsa bu. Bu Uyg'urni urg'izayotganninki tamamen Xitoy ekanligidek bir paketni bilanmasak, o vaqtda ko'zimizga chiqayotgan mush Uyg'ur o'mi bir qo'l. O'mi bir mahbus amaliyotda. Faqat mahbuslarni uralaydigan mahbus hamda. Xitoy unga shu imtiyozni bergan, foydalanayotgan bir qurollar bu. Uyg'urga silinayotgan bir pichoq bu. Ammo bu pichoqni sag'icha Uyg'ur emas. Uyg'ur pichoqni salamaydi u yerda. Silayotgan Xitoy. Uyg'urning qo'li bilan Uyg'urning yurgiga xanjar urush deyiladi bu. Mana bu yer qo'rqinchli bu masalaga. Masalan, men bu yerda bir nuqtani olay, men sizlarga men 2 yillar ilgari Turkiyadagi vaqtimda Angliyadagi bir kishilik huquq tashkilotininki bir nimesini qabul qildim, bir tarjimonlik qilib berish xizmatini. Bu yerda bir xotellik bir bola bor. Bu bola Misrdan qaytgan. Misrdan qaytib 2017'de qo'ydim qaytgan vaqtida bu lagerga so'langan, u lagerda o'zi kabi chet elda turib qaytgan Uyg'urlarni ko'rgan, eg'ir qiyin qistoqlarga uchirgan. U bir qitimliq so'roqdan shunday deydi. U so'roq qilib andin bir jazolash uyida qattiq urildi ekan bu aloqa kompyuterning simida. Bir Uyg'ur urdi ekan buni da. Ag'ich urdi ekanda, bu oxir yalurdi ekan bu bola. Meni o'ltirib etmagan. Mening yashig'uchiligim qolmadi deb. Uyg'ur Gundupay shu vaqtda talog'i chiqib 15 minutdan keyin kirdi ekan. Uyg'ur bola, xotellik bola, men shu deppaginida men uning ko'ziga qaragan vaqtimda ko'zininki atrofining qizirib ketganligini his qildim. Men tunji qitim lagerdagi Gundupay Uyg'urlarning bizga ichi og'riydiganligini ko'rdim deydi ekan. Demak, bu yerda ajoyib bir fikr bor. Ya'ni bu Uyg'urlarningki, ya'ni Gundupay olib ketgan Uyg'urlar mahbus Uyg'urlarga xuddi dushmandek muomala qilishda hech ikkilanmaydigan qilib etilgan. Men
ilgirki bir şikki nutqumda içkileştirilgen zulüm degan bir gapni men işletken bir hukumni. Bu psikologiyalik bir hukum bo'lib. Odatda hükümranlık kılınıvatkan gruppa, hükümranlık kılıvatkan gruppanın özü hakkındaki bazı qarashlarını içkileştirip özüge işiltidi. Mesela bazı kartelliklerni qartelliklarga öç kögen kebi öç görüldü. Bunu özümüzge tatbiq qilsak, bazı Uyg'urlar özünün Uyg'urlarga, xuddi Xitoylar Uyg'urlarga qilgan irqchi ve ashaddiy muomalani qiladi. Ular özünün Uyg'urluq bo'lgan muomalani Xitoydan o'rganadi va Xitoyning o'ziga bo'lgan muomalasini barhaq deb qabul qilib, uni ichkiylashtirib, o'zininki Uyg'urlarga zulm qilishda ishlatadi buni. Bu o'ziga zulm qilishning, o'zini kamsitishning, o'zini jazolashninki eng ashaddiy shakllaridan birisi. İchkiylashtirilgan zulm deyildi bu. Demak, lagerga elib kirilgan aşı Uyg'urlar düşman qilinib, uni urvatgan Uyg'urlar xuddi jinoyatchilarni, hattoki Uyg'ur hayvonlarni urvatgandek, hatta bu yerda bir psikotik, bir shadamallik var bu yerda. Tushundirib bo'g'isiz, zulmdan keladigan bir shadamallik var. Bunu qilayotgan shu zulmni selayotgan Uyg'urlar hech zaman o'zininki başka Uyg'urlarni zulm selishdiki bir vosita bo'layotganligini o'ylab qo'ymaydi. O'zini xo'jayindek his qiladi ba'zilar. Ma bir qulninki kesalman xo'jayinlik tuyg'usi ma bu. Onun aqsi Xitoy bor albatta. Nimish Xitoy uranmaydi? Nimish Xitoy urmaydi? Uyg'urni Uyg'urga urg'izdi. Nimishqa? Chunki o'zingni shu Uyg'urning oldiga qo'yib boqinglar. Oldingda bir Uyg'ur sizni urib boqsin. Ijnisun. Chidg'usiz haqoratni qilsin sizlarga. Nimani o'ylaysiz shu chaqda? Kallanglar barbod bo'ladi. Düşman qilib, haqiqiy düşman qilib ko'z oldingdagi Uyg'urga yoki ko'z oldingdagi Uyg'urlarsiman boshqa Uyg'urlarning hammasiga o'chilisizlar. Demek düşman qoladi atrofda, u texi ba'zi chaqda bizning elimizga kelib, beshimizni silab qo'ysa, "Ma Uyg'urda yaxshi ekan emasmi?" deymiz. Amaliyotda qabisi o'zgarmisi Xitoy edi. Bu Uyg'ur degan faqat abajiq deb ketdim, faqat bir vosita. O'zimizga dushman qilishlik bir vosita yoki men boshda olgan bir yog' bu. Go'shtni qo'rib xo'jayinning oldiga ekilishlik faqat bir vosita bu. Maqsad go'shtni qo'rish. Go'shtni taqsirga ilib xo'jayinning oldiga ekilish. Bu yerda yana bir kichik bir ma xotinlik bolaning gapini deb o'tib ketib, ana yana bir misol kelay. Shuning bilan bu bola nurg'un ishlardan keyin chet elga josuslik chiqarildi ekan. Ammo josuslik chiqarish ilgari bu bolaninki kallasini yuvish uchun buningga chet eldagi bo'libmi Turkiyadagi nurg'un Uyg'urlarninki rasmlarini kelib, uninki bo'lmagan ishlari va gaplarini deydi ekanda bu balani. Qayta deydi ekan bu balaga. Bu orqali chet elga chiqmagan, ammo jasus sifatida chiqarilishi mumkin bo'lgan bu balaga chet eldagi Uyg'urlarga nisbatan o'ch ko'rsatilgan bir xil tuyg'uni berdi ekan. Qayta o'kulga o'xshash. Xuddi xuma qildigan o'kulga o'xshash saladi ekanda kallasiga bu balaninki. Shuning bilan bu bala keyin shu jasuslikdan chiqib buni qilmay keyin boshqa yerga ketdi hozir bala. O balaning menga keyin ayrim suhbat edib berganda men aşı Uyg'urlarga olgan qarishimdan xili uzun qutulanmadim deydigan gap. Demak oyadimi bu balani istixborot nuqtasidan kontrol qilish uchun Xitoyning istixborotidagilar o balani Uyg'urga o'ch qilib chiqayotgan gap oyada. Hamda yana bir misol bor bu yerda. Bunu yakından aldım ben. Ahaliler komitetinde hazır vatanda bir şehirden bir şehirge beriş ruhsat ediş gerekken o. Ana ulan bir Uygur şu bir neç ahaliler rayındaki komitetinde gideyimizken o ne ahaliler komitetindeki
bir neçe Uyghur başlıq iltimas qilib tasdiqlanmapti go. Axir uning cho'ngi ustidagi Xitoyning oldiga borsa, "Voy, bu kichik ishgan men tasdiqladim" deb tasdiqlab bergan gap. Uyg'ur xo'shab ketib, uni tasdiqlamagan Uyg'urlik o'ch bo'lgan gap. Demak, bu yerda Xitoylarningki o'ynayotgan qabih bir o'yini bor. Uyg'urlarni, amalda Uyg'urlarni hech nima taslimmas qilib etgan. Qo'rqitib, Uyg'urga silib, ularni qimirlamas qilib etgan. Uyg'urlarning qo'li bilan-da. Endi uning ustida u Xitoy nazorat qilib turdi. Agar Uyg'ur boshliqlar o'zi da'vatgan yerdan chiqmasa, uni shu zaman almashtiradigan gap bu yerda. Yoki uni lagerga olib boradigan gap. Shu u o'zining ustida har vaqt ko'rsatib turayotgan ko'zlik sezib turadigan bo'lgandan keyin o'zininki atrofidagi Uyg'urlarga Xitoylardan o'ta shaklda zulm qilgan gap. Amaliyotda eng chong zulmning manbasi Xitoy. Bütün zulmni qilyotdi. Uyg'urmi yoki boshliq, qo'shtirnoqchilik boshliq Uyg'urmi qurbonlik ayada. U izlayotgan Uyg'urmi qurbonlik. Ikkilisi o'xshash qurbonlik, ikkilisi o'xshash bir qo'rg'ichining oldidagi yog' va go'sht. Faqat bizni qo'rg'otganligi gap. Bu Xitoylarningki bizningki Sharqi Turkistonda olib borayotgan siyosatlarningki eng qabih shakllarining birisi. Endi bu shakl chet eldimi bor? Masalan, eng yangi misolni bera olayman. Xitoylar yaqinda chet eldan boradigan Uyg'urlarning xili ko'p qismiga viza beryapti. Nurg'unlari berib keldi. Endi bag'an endi hozir tabii ki bulamadığımız o, ma'lum noktada elbet qabaqda. Ma'lum devlet ve rayonlarda bu bekmi aniq bo'lib ketmasmi? Xili köpümüzün kallısida shunday bo'lyapti. Ya'ni vatanga bag'an, baralaydigan va barmoqchi o'g'illar bilan vatanga hozircha barmaydigan, berishni plan qilmagan, ham qilmaydigan, taki vatan ozod bo'lmoqchi barmayman deydigan oz sondiqlar bilan vatanga berishni ko'zlab etininki qamchisiga tükürib turayotgan nurg'un Uyg'urlar o'rtasida bir ikki guruh shakldagi to'qinishni keltirib chiqaryapti hozir. Shuning bilan bu vatanga bormayman deganlar, masalan, er bo'lgan bilan aning ayoli uningga qapı qiladi. Aning ko'rdingmi? Aysham ketibdi, Fatima ketibdi, yana birisi ketibdi, men nima ish ketmayman. Sen mush taladi, sen mushundoq chin turib, va bormayman deb nimaga erishding? Qo'limizdan nima keldi? Basak bo'ladi ekan, qani alning yo'li ochiq ekan bu. Eğer çın tursa bu ayal ağzını yığıdı. Ama köp hallarda bu anca asan emas. O ayal mı deydi ki? Bu bağal kegelle başka Uygurlu bağallarını tillap koygan bilen akısını onun öykü daskan götürüp bardı eken ko. Ben anında anladım. Bizge nime kepti bu kadar çın turup gitkeş. Kimden hiyalı keldiken bundan çın turup ketsek? Kim bizni bir yaxşı kılıp atsa deydi deydi. Eğer erninki iradesi sel çınılmay, onun da tevriniş olsa oylap kalıdı bu. Bana nime kepti o? Ata-anamda yoki jutumni ko'rib kelsam bo'lmamdi o. Deb selishi mumkin. Qatarliqlar. Bu orqali Xitoylar aramizga so'g'oqchilik silib, bag'allarni bizga damlatib, bag'allarning beshiga zo'r psixikalik besimlarni tushiribdi. Ba'zilarini ikkilantiribdi. Hem ularni yo'lidan voz kechtirmoqchi bo'lyapti. O'xshash formula. O'xshash qilib, ham kelib chiqadi o'xshash natija. Go'shtlar yog', birisini go'sht, birisini yog' qilish, oxirsida yog' bilan go'shtni qo'rish. Bu jihatda Uyg'urlarningki diqqat qilmoq lozim deb qarayman. Ana lekin mush yaqinda bo'layotgan Isroiliya bilan Hamas o'rtasidagi ziddiyatning xili bir qism tegi toza pokiz olmagan odamlar tarafidan haddidan ziyoda kuchlantirilishi, ikki qutblashtirilishi, birlashtirib turilish. Hatto bu yerda cho'ng siyosiy nuqtai ilpatga vaqtda jim tursak bo'ladiganligi gap. Chunki bu yerda
hem siyasi bir mecburiyet, yani birisi dini, texim muhimi insani bir mecburiyet var. İkisini bir vakitte bu dokunuşta ada qilmoq bek tez küçülü. Şuna köpünçümüzninki birli tarafga esli bilib, yana bir tarafni tashlab qo'yish yoki yana bir tarafni ko'tarayotganligiga yoki uning oqisi yurib zada shu nim bo'lsam bo'ldi, mush yo'l tug'unim tug'an, mush yo'lni oqqanim oqqagan deb qilib ketayotganlarni dushman kurashning hammasi o'zimiz dushman kurashning bir xil holati. Bu ehtimol Onunda Xitoyning qo'li bo'lishi mumkin, ham o'zimizningki ahmoqligimizningki bir xil nimasi bo'lishi, ta'siri bo'lishi mumkin. Shunga gapimni endi yig'sam, bugungi bu qisqa bir suhbatimda deb qo'ymoqchi bo'lganim, har vaqt o'zimizningki ya yog' bo'lishdan, ya go'shlab qilishdan saqlanmasak bo'lmaydi. Unutmaylikki, biz yog' ya go'sh bo'lib bir-birimizga qo'rilib, bir-birimizni azoblab taxsini alda tayyor qilayotgan vaqtimizda, xo'jayinni alda tayyor qilayotgan vaqtimizda biz shu qozondan chiqolmaydigan, qozonning ichidagi sharoitga mahkum qilingan o'xshash şeyler, yoki mandashliklar qullar bo'lamiz. Bu o'yinni o'ynayotgan, bu qo'rimini tayyorlayotgan, bir-birimizdan qo'limiz bilan bizni pishirayotgani, bizni dal eziyotgan, bizning barliq xafachiligimiz, azob oqibatlarimiz va erksizligimizning manbai bo'lgan bizning dushmanlarimiz bo'ladi bu yerda. Agar bu dushmanni qo'yib o'z-o'zimizga dushman bo'lsak, bu vaqtda buningki badali intayin zo'r bo'ladi. Bizim düşmanımızınki kütmekçi bo'lgani bir-birimizga dushman bo'lish. Bunun da düşmanımız xuddi ularningki ajdodi sunzi degandek hech qanday haraj tatmasdan yog' bilan go'shtning ostiga azroq o't qalab qo'yiblar, esil saydin birini tayyorlaydi o'ziga. Kebab bo'ldigini, o't pishirdigini, pishildaydigini biz bo'lamiz. Tugishdigini biz bo'lamiz. Agar biz o'zimizga hattoki ba'zi chaqda ba'zi Uyg'urlardan kelayotgan zulmninki agar manbasi Xitoyli bo'ladi ekan, bu vaqtda bek so'qqan bo'lmasa olmaydi. Chunki so'qqan bo'lmasak, dal Xitoyning degan yerdan chiqib qolamiz. Hozirgi bizdagi nurg'unlagan talash tortishlar, o'chmanliklar, dushmanlashlarningki oqsida Xitoyning qo'li bor deb ayta olmayman. Buni men demasam bilasizlar. Hazır bu kichik boladan bildiğin qaniyatga aylanib ketdi. Shunga oxirgi gapim go'sh bilan yog'ningki rolini ap qilishni saqlaninglar. Bir kichik bir qozonning ichiga kirib, kesh bir-birimizga gaj-guj qilishib, elishishninki oldini olinglar. Bo'lmasa biz qo'rg'ichi xo'jayinga ishlab qolgan bo'lamiz. Bu qulluqning yana bir xil noiti shafqatsiz va noiti odamningki g'ururini vayron qiladigan bir xil shakli. Yani bizning dörtlükimizdeki gayet zor bir misallardan birisi bo'lib qolishi mumkin. Mening so'zim shu yerda, hammalarga amallik tilayman. Rahmat.